O'zbekistonga loy-lo'mboz o'rniga yangilaymiz do'stlar. Bunga bemalol 15 yildan 20 yilgacha garantiya berishadi. Eng asosiysi do'stlar, mana shunaqangi 150-200 kvadratmetrlik joylar ham bo'ladigan bo'lsa, bir kunda ichida juda chiroyli holatda kelishadi, quyishadi do'stlar. Hozir quyilgan ishini ko'rasizlar do'stlar, bemalol meni ko'taryapti do'stlar. Lekin to'liq qurish necha kunda quriydi Hoji aka bular? Xo'p, aka 15 kundan 1 oygacha quriydi. Hozir mana mana shu quyilgan holatda, mana shunaqa holat. Buni endi nimaga u 2-3 kun ishlatib bo'lmaydi deganga, nima qusadi, buni bossa qaytib tiklanmaydi. Shuni hisobiga 1 oy, yarim oy qurisin deyiladi. Quriguncha sabr qilib tursa, undan keyin bemalol hashay bosadim, g'o'zapaya bosadim. Ustida nimadir ish qiladim, farqi yo'q. Farqi yo'q. Ammo vaqt ketadi 15 kundan 1 oygacha. Ozgina kutish kerak xolos. Albatta. Lekin odamni o'zi chiqib yuraman, ishtima bosmayman degan bemalol quyadi, bir kunda ishda yetasi. Mana hozir quyishyapti, hozir ustida yuribmiz. Bemalol yursa bo'laveradi. Do'stlar, mana hozir ish jarayoni ketyapti do'stlar. Endi hozir obedga yeb qo'ygancha, obed mahaligacha ketishyapti. Mana shunday holatda juda chiroyli holatda tekizlab berishadi. Agarda uylarni ikkinchi qavatdan masa qilib turib foydalanaman deb mana shunaqa qilib banan tomlar qilishgan bo'lsa, bemalol foydalansa ham bo'laveradi. Albatta. Tepasiga chiqib turib. Faqat 15 kun kutib tursa, bemalol og'ir yuklarni. Og'ir yuki ham bemalol iloji bo'lsa, sal qurib olsa yaxshi. Sadina qurib olsa. Hozir mana ayniqsa yozgi kunida borgan sari havo kuchayyapti. 10-15 kunda zo'r qurib qoladi. Zo'r qurib qoladi. Endi aka, hammadan muammo mana hozir yangi uchastkalar solinyapti yoki bo'lmasa eski uchastkalar solinayotgan bo'ladigan bo'lsa, buni qanaqa tomlarga qilish kerak bo'ladi aka? Tom tanlaydimi yo tom tanlamaydi? Tom tanlamaydi. Plitani ustiga ham, vassani ustiga ham, misol tomshuvoq qilingan, yorilib ketgan, maydalanib turpoq bo'lib ketgan uni ustiga ham qilinaveradi. Bu tomki har qanaqasiga qilinaveradi. Har qanaqasiga qilsa bo'laveradi aka. Xo'p, endi aka misol uchun mana deylik, ko'pchilik so'raydi, bundan oldin olganimizda mana shunaqa mana yangi anaqalardan foydalanishdi. Reka ustunlardan bu chirib ketadimi, yo'qmi deb ko'pchilik so'raydi aka. Chiriydimi yo chirimaydimi? Yo'q. Bundan nisbatan havo o'tadi. Bu chiritib, unaqa xususiyatga ega emas, kelanka emas-da bu narsa. Mana tagiga material solyapmiz, tarkibida oshcha suvi, boshqasi chiqib ketyapti. Bu nima deydi? Unaqa narsa bo'lmaydi, unaqa narsalar kuzatilmaydi. Bo'lmaydi. Albatta. Bemalol havo o'tkazadi, bemalol cho'chimasdan qilaverasizda, taxtalar chirib, yorali nima deydi? Unaqa narsa kuzatilmaydi. Mana uyi, mana penablodan qilingan uy. Mana do'stlar, uyni ko'rasizlar, penablokdan qilingan uy ekan do'stlar. Bemalol ko'rishlar mumkin do'stlar. Mana shunday holatda uylarni juda chiroyli holatda qilib turib, tepalariga mana shunday holatda, ya'ni penalomboz xizmatini xudo qilib berishadi degan do'stlar. Xo'p, undan tashqarida yangi uchastkalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni cho'rni, ya'ni holatda tashlab berishadigan bo'lsa, aka tomga materiallari hamma mahsulot o'zlaridan bo'ladi. Ha, bizga aka vassani qoqib, zardevol aylana to'sinlar orasiga g'ishtini urib, tomini yopib, tomi past bo'lsa straplni qoqadi. Deylik, mana ishlaydigan holat qilib beriladi bu. Ustiga soladigan materiali, pastelni material ko'ryapsiz. Materiallarni solib, sementi, penasi, gipsi, hamma narsasi o'zimizdan chiroyli qilib kvadrat metr 35 mingdan vodiy bo'ylab qilib beriladi. Vodiy bo'ylab. Vodiydan tashqari narxlar o'zgaradi. 5 ming so'm avvalda narx qo'shiladi xolos. Yo'lka narxi hisobiga. Albatta, qalin yuqasiga qarab 35 mingdan boshlanadi, misol 45 ming, 55 ming ketir. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Juda ham zo'r. Xo'p, aka mana hozir video boshlatdik, mana gipslarda har xil bor aka. Xo'p, ushbu gipsimiz qanaqangi fasonli gipslardan foydalanadi? Mana shu gipslar aka Qo'qondan kelayotgan, Sho'rsuv Qo'qondan kelayotgan haqiqiy zavodning gipsi. Ispara gips deydi. Eng zo'r gipslardan ishlatiladi. Eng zo'ri. Albatta. Xo'p, sement qanaqa ishlatiladi? Sement endi misol markaz 450-500 markalik. Endi misol borilgan joyga qarab, Namangan bo'lsa bonus, boshqa joyda bo'lsa arab, har xil. Har xil. Qayerda bo'lsa ham yaxshi sement ishlatiladi. Juda ham mahsulotlarga garantiya beriladi, mana qilingan ishga ham garantiya beriladi. Faqatgina vaqt ketadi xolos. Bu misol o'z-o'zi ko'chib ketib, turpog'i maydalanib ketib, unaqa bo'lsa aka noldan javobini beramiz. Biz 1 yil, 2 yillik emas, 5 yil, 6 yillik tajribaga egamiz. Bexijolat, xudo xolasa, cho'chimasin, hali nima deydi? Loydan sifatli degani loydan yaxshi, u yog'iga biz garantiya beramiz. Qo'limizdan kelganicha qilib, boshqa qilib, hali cho'chib, qilib, nima deydi? Yorilib ketar ekan, maydalanib ketar ekan, taxta chirib ketar ekan, negativlar bo'lyapti. Lekin negativ bo'lgani bilan men shuncha yillar meni qilgan ishim, agar misol yomon bo'lsa, men ham insonman. Bu yerda qilmayman, yo bo'lsa, bo'lmasa bo'lmaydi, bo'ladigan bo'lsa bo'ladi deyman. Bo'ladi deydi. Albatta, u siz ham shunday, men ham shunday. Juda ham zo'r aka. Undan ko'ngilli to'q qilsin, mana misol internetlarda negativlar bor. Bemalol ko'rib netsin, men ishimga javob bera olaman. Javob beraman. Albatta. Xo'p, endi aka bir kunda necha kvadrat metr joyda 100 kvadratdan 150 kvadratgacha bir kunda qilamiz, sharoitiga qarab. Mana tom o'ta katta ekan, o'ta oson bo'lyapti.
bemalol qaydadir qilyapti. tom past qiyinroq bo'lsa jicha ish suriladi. Bizning maqsad tezroq tugatish. Faqat ish yurmaganligini hisobiga jicha kamayib ana bo'ladi. Demak do'stlar, mana shunday balandroq bo'ladigan bo'lsa, odam bemalol yuradigan bo'lsa, pastda 200 kvadratdan bemalol qo'yib ketaverasiz. Albatta. Agarda bo'yi pastroq bo'ladigan bo'lsa, odam yurgan qiyinroq joylar bo'ladigan bo'lsa, endi do'stlar to'g'ri tushunasizlar, insongarchilik 1 kun yarim kun. Bir kun yarim kun narib bo'ladi. Shunisini hisobga Bizga misoldan faqat aytdim-ku, suv, svet, rosa obed, rosa bo'ldi. Bo'ldi. Qolgan hamma narsasi o'zimizdan. Xo'p, endi aka ko'pchilik so'rayapti, mana sement deyilyapti-ku. Sement asosiy ishlaydigan narsada bitta sement bilan gips bo'ladi. Xo'p, sementni bor ekan joylaringda qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shandan olib keltiriladi. O'shandan olib keltiriladi. Faqat nima bo'ladi? Uyda Gipsni lekin sifatlisini olinadi, sementni ham sifatlisini. Unisiga ko'ngil to'qsin. Aytibman, bu ishga ulardan ko'ra biz javob beramiz. Biz o'zimiz qanaqa material to'g'ri keladi, shuni olamiz. Hammasini o'zlari. Albatta o'zimiz olamiz, o'zimiz aniq qilamiz, shu narsa qatishini bilib turib ishlatamiz. Juda ham zo'r do'stlar. Chunki 1 kvadrat, yarim kvadratda yomon bo'lsa bilinadi. O'zi bittada bilinadi. Yomon bo'lsa men buni ustida yura olmasdim hozir. Mana do'stlar, qaranglar. Hali endi ya'ni biz obeddan keyin video qilamiz. Obeddan oldin o'zi quyilib bo'lgan, bemalol odam yuradigan holatda 35 ming so'mdan 5 sm qalinligi, endi 5 sm 5 dan 7 gacha qaytdir chuqur, qaytdir baland. Misol shuni hisobiga biz aytadiganimiz plus minusini eng kami 5-6 deymiz. Shuning ichida misol chuqur bo'lsa 7 ketadi, kam bo'lsa 5 ketadi. O'sha to'liq yetadi. 10 sm qilishi, 7-8 qilishi shart emas. Tom uchun 5 sm, 10 sm loyda o'rnini bajaraveradi. Bemalol yetadi. Ha, kvadrat metr 15 kilo bo'ladi. Yukam bo'lmaydi. Juda. Tom uchun ham yengil. Hamma tomonlama qulay. Ha, kimdirlar yuqqa 5-6 deyapti. Loy ham rasa bo'lsa 5-6 bo'ladi. Bo'lsa. Hozir kunda. Oldindan ham shunaqa bo'lgan. Endi misoldan rasa qilgan bo'lsa eng qilgani 10 sm qiladi. Lekin 10 sm loyda o'rnini mana 5-6 sm keyin bemalol bosa oladi. Xudo xolasa. Hojiakbar aka aloqaga chiqishadi. Endi mabodo qiziqadiganlar bo'ladi. O'zlaringda ham apparatlar bor. Albatta, stanoklarni ham qilib berilaveradi, hamma tomonlama aytibman-ku. Bemalol aloqaga chiqishaversin. Bundan tashqarida do'stlar, kimdirlar o'zi qilgisi kelsa bemalol. akamizga aloqa chiqqandan so'ng undan tashqari pena blok, gaza blok, mana shunaqa tomga pena lombos xizmatlar, stanoklari o'zida ham bor yoki bo'lmasa quyib berish xizmatlari ham bor. Stanoklar o'zini ham sotish xizmatlari bor. Ikkalasiga aloqa chiqishaveradi aka. Bemalol tushunmagan, aytmagan joylarimiz aloqa chiqishaveradi. Aka, rahmat. Xudoga rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar aka, rahmat.